Assalomu alaykum hammaga YouTube kanalini ko'ruvchilar. Mana meni bugungi gullarim kichkintoy edi. Perisetga qilib katta garshokka o'tkazganim, ko'rib turibsizlar. Shuncha shaxlab katta bo'lib mana 40-50 cm o'sib ketdi o'je. Men bunga azot beraman, har xil vitaminlar beraman. O'choqda nonni yapqandagi qolgan kullari bor. Shularni solaman tegiga. Ko'rdinglarmi? Mana juda ham yaxshi o'sib, uzun katta bo'lib turibdi. Uchlari bari gullashga kelyapti, Xudo xolasiga. Yana gullaganda men sizlarga bitta video obzor qilib beraman. Har bir shoxi gullaydi. Bu boshqacha sorti bu. Chitra degan sorti. Ochilganda ko'rasizlar. Bir qator men sizlarga yana bitta video obzor qilib beraman. Juda ham chiroyli ochiladi. Mana bu biri ham kichkina edi. O'tgan yili kuzun kuni qilgan edim qalamcha. Mana bahorda yozning kuni qildim buni keyin boshqa tuvakka.